Assalomu alaykum hammaga. Bugun 25-yilda sarhisobini tezda qilamiz. Xuddi bu yil kabi tez o'tib ketgandek, video hisobotimizni ham tezda tugatishga harakat qilish kerak va undan tashqari quyosh botyapti. Uzoq cho'zib o'tirmasdan bo'limlardan boshlaydigan bo'lsak, bu yil nimalar qilishga ulgurdik, ulgurmadik. Birinchi bo'lim kitoblar haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yil qaysi kitoblarni o'qib tugatganligim. Afsuski, atigi ikkitagina kitob o'qib tugatdim. Bu birinchisi Courage to be Disliked degan kitob va Art of War degan kitob. Ikkinchi kitobni video tahlil kanalida bor, kirib ko'rishingiz mumkin. Bu yil ikkita kitobdan tashqari uchinchi kitob boshlaganimda o'rtasida kelib to'xtatganman. Sababi kitob yozishni boshlagandim. Shu 2 oy davomida kitobni o'qish o'rniga kitob yozaman deb o'zimga maqsad qilib qo'ygandim va kitob yozishni boshlagandim. Juda qiyin jarayon ekan, juda qiyin qobiliyat desa ham bo'ladi kitob yozish. Shundan keyin o'sha kitob yozishni bitta bo'limini tugatganimdan keyin undan keyin kitob o'qishni ham, kitob yozishni ham yig'ishtirib qo'ydim va bu odatdan chiqib ketdim desam bo'ladi. Fikrim, hayolim boshqa ishlarga chalg'ib, o'sha ishda davom etdi va shu bilan kitob o'qishni qayta tiklay olmadim. Lekin keyingi yilda albatta bu kitoblarim bor, 5-6 ta sotib olgan qiziq katta kitoblar, o'shalarni sekin o'qishni boshlashim kerak. Ikkinchi bo'lim sport haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yil qaysi muvaffaqiyatlarga va nima sportlar bilan shug'ullanganim. Yil boshida o'sha yugurish, zal, suzish hammasini davom ettirganim. O'zbekistonga qaytib borgandan keyin ro'za oyi boshlangani uchun yugurishni umuman to'xtatdim, lekin o'sha aprel oyidan birinchi katta yugurishlardan Toshkent marafon 42 kilometr yugurdim. Juda qiyin marafonlardan biri hisoblanadi. Bilmam, 4 marta aylanani borib kelasiz va undan tashqari juda issiq havoda, yaqin atrofda daraxtlar yo'q, suv yo'q. Tashkiliy ishlar juda yomon. Shu tufayli bu yugurishda juda qiynaldim va adashmasam 5 soat 20 minut davomida yugurib kirdim. Chunki boshim aylanib, tezligim juda tushib, xolos bu haqida ham alohida kanalda video joylaganman. Keyingisi Skycamp 26 kilometr. Tepaligiga chiqib trail run bo'lgani uchun juda mazza qilganman. Birinchi tajribam bo'lgan. Bunaqa tepaligiga, yovvoyi yo'llardan yugurish bo'lgan va shunda ham mazza qilib 3 soat 20 minutda yugurib o'tganmiz. Juda yaxshi tashkil qilingan taassurotlar. Amirsoyga birinchi marta chiqqanim. Undan keyin esa Zamin Ultrada 50 kilometr yugurganmiz. Juda zo'r tashkil ishlari, taassurotlar. Unda ham adashmasam 7 yoki 6 soat eslolmayman, 50 kilometrni yugurganmiz va 50 kilometr o'sha tepaligiga, pastligiga chiqilgani sababli juda uzun davom etgan. Keyin Germaniyaga qaytib keldim va Germaniyada juda ko'p yugurishlar bor. O'zi har hafta yugurishlar bor. Har xil kichkina shaharlarda borsangiz bo'ladi, agar sharoitingiz, vaqtingiz bo'lsa. Yarim marafon 10 kilometr, 9 kilometr, 26 kilometr shunaqa yugurishlarda qatnashdim. Eng kattalaridan bu Broken Marathon, Germaniyaning eng qiyin marafonlaridan hisoblanadi. 42 kilometr, siz 1000 metr 1 kilometr deyarli tepalik yig'ib keyin tushasiz. O'shanaqa yugurishda qatnashdim va 5 soat 10 minutda bu yugurib tugatdim. Ko'pchilik uchun juda qiyin hisoblanadi. Yugurdim, zo'r o'tdi, tashkiliy ishlari ham mazza qildim. Tog'larni tepasiga chiqib yugurasiz va tog'larni pastidan tushib yugurib, o'rmonlar ichidan yugurib juda zo'r taassurot edi. Bu yil o'zimga kashf qilgan narsalardan bu O'zbekistondaligimda 4 oy yoki 3 oy davomida suzishga haftada 3 marta qatnadim. O'zimizda Yashnobod tumanida Kadishva bozorining orqasida yangi suv saroyi ochilgan ekan. Yaxshi nisbatan sharoitlari, odam kamroq bo'lgani uchun mazza qilib o'sha yerda har kuni ertalab borardim. Kunora borib suzardik ertalab ishdan oldin o'rtog'im bilan. 3 oy davomida qatnashdim, mazza qildim, o'zimga suzish mashg'ulotlarini shakllantirdim desa ham bo'ladi. Aytganimdek, O'zbekistonga qaytganimdan keyin yugurishni ham ozgina to'xtatib qo'ydim. Keyin suzishni boshladim. Sport zalga, o'sha jimga chiqishni umuman esdan chiqardim desa ham bo'ladi. Sababi yaxshi zal qidiraman deb vaqtim ketdi va xarajatlardan keyin qochib zalni ham tashlab qo'ydim. Germaniyaga kelgandan keyin ham bu hali zalga yozilmadim. Bu yoqda Germaniyada 1 yillik zal abonementini sotib olish kerak. Oylik to'lov degan narsalar deyarli hech qaysi zallarda yo'q. Ko'ramiz, yangi shaharga ko'chsam yoki shu yerda qolsam, yana bu keyingi yildan bu jimga chiqishni boshlashim kerak. Keyingi bo'lim shaxsiy rivojlanish haqida gaplashadigan bo'lsak, bunda o'ylab qarasam, bu yili o'zim uchun juda ko'p yengilliklar ochmanman, ko'p ishlar qilmadim desa ham bo'ladi. Birinchisi bu nemis tili haqida gaplashadigan bo'lsak, yangi tilni o'rganish. 3 oy davomida O'zbekistondaligimda Toshkentda Blitz nemis tili o'quv markaziga bordim. Bir kursni qayta o'qib tugatdim. Juda ko'p bilimlar oldim. O'qituvchilarga kattakon rahmat. Zo'r hamma narsa tashkil qilingandi. Qaytadan o'sha yangi tilni jamoa bilan, guruh bilan o'qish, o'quv markazida o'qish juda maroqli bo'ldi desa ham bo'ladi. O'zim ingliz tili o'rgangan paytlarim esimga tushib ketdi. Adashmasam 7 yil oldin o'rganishni boshlagan bo'lsam, o'sha paytdagi tajribalar, o'sha paytdagi muhit, o'sha yoshlar bilan o'quv markazida, jamoa bilan, o'qituvchilar bilan har kuni dars qilish ozgina va o'quv markaziga borish hissiyoti juda zo'r. Yangi narsa o'rganish o'zi juda yoqadi menga va shundan keyin ham o'sha Blitz nemis tili o'quv markazi bilan hamkorliklarni boshlagan.
o'qiganyapmiz, videolarimda reklama qilganman. O'zim o'sha yerda o'qiganim uchun kim nemis tili o'rganmoqchi bo'lsa, shular bilan hamkorlikka boshlab, shu o'quv markazi chin ko'ngildan hammaga tavsiya beraman. Haligacha agar nemis tili o'rganmoqchi bo'lsanglar, Bliss nemis tili o'quv markaziga borishingiz mumkin. Fikrlar yil davomida juda ko'p fikrlarni o'zimga singdirganman, g'oyalar kelgan, o'sha dunyoqarash o'zgargan baribir. Ba'zi bir fikrlarni YouTube kanalimda fikrlar degan playlist ochib qo'yganman. O'sha yerda o'zim ulashganman. Masalan, intizom haqida, shaxsiy rivojlanish, chegaradan tashqari o'ylash, juda ko'p narsalar, erta uyg'onish, shunaqa kabi odatlarni, shunaqa kabi fikrlarni ulashishga harakat qilganman. Videolar bor, kirib ko'rishingiz mumkin. Bu endi har yili bo'ladigan narsa. Odam yashayotdiki, o'rganadi. Agar ochiq dunyoqarash, ochiq fikrlashi bo'lsa, ko'p narsa o'rganaveradi. Bunga alohida urg'u berish kerak deb hisoblamayman. Keyingi katta narsa bu Instagramda Uzbek Runners degan Instagram profil ochib yozish boshladim. Anchadan beri shu sport, yugurish haqida alohida blog ochib, o'shani yurg'izaman deb o'ylab yurardim. Va oxiri 2025-yil bu narsaga boshlab, adashmasam O'zbekistonga borgandan keyin aprel yoki may oylarida bu sahifani ochib yurg'izishni boshladim. Juda ko'p videolar qo'ydim. Ba'zi bir videolar rekomendatsiyaga chiqib, ko'p insonlar ko'rdi buni, ko'p insonlar shu videolarni ko'rib, har kuni yugurishlarimizni qo'yganimizni ko'rib, ilhomlanib, men ham yugurishni boshladim. Sizni ko'rib, qanaqa yugurishsa bo'ladi, maslahatlar so'rab, shu kabi davom etdi. Zo'r bo'ldi. YouTube kanalimni ochdim. Alohida Uzbek Runners degan, bunga alohida yana to'xtalamiz. Yaxshi tajriba bo'ldi, lekin hozir tugatib qo'ydim. Sababi juda ko'p vaqtimni, juda ko'p energiyamni bu Instagram yurg'izish olib qo'yotdi. O'zimning shaxsiy Instagram profilimda ham juda kam istoriyalar, juda kam postlar qo'yaman. Shuning uchun Instagram yurg'izish yoqmaydi. Chunki har kuni qo'limizda o'z telefon bor va uni yana telefonda montaj qil, telefonda video ol, juda meni energiyamni, menga to'g'ri kelmaydigan narsa ekan, lekin qanaqadir shu Instagramga yurg'izish kerak, ko'proq odamga ulashish uchun, ko'proq odam ko'rishi uchun va ko'pchilik Instagramda o'tiradi. Keyingi narsa bu networking. O'zbekistondaligimda, Germaniyadaligimda shu 2024-yil o'tgan yillarda yig'gan tajribalarim bilan juda ko'p inson bilan tanishdim. Juda ko'p inson o'ziga aloqaga chiqishdi. Katta narsalarni gaplashdik, ba'zi bir rejalarni qurdik. Juda zo'r taassurotli bo'ldi. Ko'p insonlar bilan gaplashish muloqotim. Ular menga chiqib qanaqadir bog'lanish, qanaqadir fikr almashish boshqa darajaga ko'tarildi desa ham bo'ladi. Bu narsani ayniqsa O'zbekistondaligimda sezdim, sababi o'zbek tilida gaplashganda bemalol tushuntira olasiz. Germaniyada albatta misol nemislar bilan yoki chet ellik kursdoshlar bilan, chet ellik odamlar bilan gaplashganimda ingliz tili, nemis tili bo'lgani uchun fikr almashish salbiy qanaqadir to'sqinlik bor, lekin O'zbekistondaligimda juda mazza qildim. Yugurishlarda katta insonlar bilan ko'rishib yoki boshqa ko'chada, boshqa ishlarda zo'r fikrlar, zo'r mulohazalar, zo'r suhbatlar olib bordik. Keyingisi bu kitob yozish qobiliyatini o'zimda oxiri shakllantirdim desa ham bo'ladi. O'tirib har kuni 2 soat, 1 soatdan kitob yozishga ajratib, ancha yillar, adashmasam 4 yil yoki 5 yil bo'lib ketdi. Oziq-ovqat do'koni haqida video qilgandan keyin, o'sha ssenariy yozgandan keyin 15 varroq ssenariy yozib, qarasam hech nima sig'magan. 30 varroqlikni 15 varroq qisqartirganman. Agar yana hamma narsani yo'g'irtaman desam, kamida 100 varroq bo'lishini bilganimdan keyin kitob yozish g'oyasini videoda taklif berganman. Ko'pchiligi ma'qul bo'lgan va o'zim ham men miyaga kelib qolgan g'oya bo'lgan, kitob mana shu yozib tugataman, chiqarishim kerak. Shuni tugatmaguncha baribir ko'ngil tinchimaydi, miyada qolib ketaveradi. O'shaning uchun oxiri tugatib qo'yishim kerak. Bitta bo'limini, bitta bobini yozib tugatdim. 35-40 varroq bo'ldi, adashmasam. Endi 2-chi, 3-chi, 4-chi bo'limlari bor. O'shalarni yozib tugatib qo'ysam, xudo xolisa, keyingi yilda yaxshi niyat shuni ommaga chiqaramiz, balki pechat qilib ham sotuvga qo'yishimiz mumkin. Shaxsiy rivojlanish bo'limida menimcha shular. Bundan ko'p narsa yangi qobiliyatlar o'rganmadim desa ham bo'ladi. Gitara, misol gitarada chalish yoki boshqa narsalarni qilmoqchi edim. Hayolim uchida turadi, lekin bu narsalar afsuski bu yilda bo'lmadi. Keyingi bo'lim, o'zim yaxshi ko'rgan bo'lim, YouTube bo'limi haqida gaplashadigan bo'lsak, YouTube kanalimda mana shu oxirgi 31-dekabrda qo'yilgan ko'rayotgan videolar bilan birga 85 ta video joylangan YouTube kanaliga. 85 ta. Bu har oy kamida bilmagan nechta videodan to'g'ri keladi. 7 ta yoki 8 ta videodan to'g'ri keladi, lekin ba'zi oylarda 3 ta 4 ta chiqarganman, ba'zi oylarda 12 ta 10 talab video chiqqan. Juda ko'p mehnat, juda ko'p vaqtim sarflaganman. Va yil oxirini xudo xolisa hozir 29900 ta bo'lib turibdi obunachi. O'sha 30000 desak ham yaxlitlab 30000 ta obunachi bilan tugatamiz. Yil o'rtasida 25000 ta edi va yana 6 oy ichida 5000 ta obunachi qo'shildi. Videolarimiz ko'pi rekomendatsiyaga chiqdi. Misol uchun juda ko'p vaqt sarflagan
3 oy yoki 4 oy davomida montaj qilgan videoyim bor edi. Germaniyadagi vlog videosi, kunimni qanaqa boshlab, o'sha kursdoshlar bilan yig'ilish, suzishga borganligim, juma ham 70 mingta prosmotr bo'lgan. Keyin 7 kun suv ro'zasini qilganligim videosi 11 mingta prosmotr bo'lgan. 3 yil Germaniyada yashaganim tajribasi nega O'zbekistonga qaytib kelganim videosi 33 mingta, bepul ta'lim haqidagi videoyim 11 mingta prosmotr. Shu Germaniya haqiqatlari shunchaki o'tirib gapirgan videoyim, tasavvur ham qilmaganman. Shunchaki rejasiz o'tirib gapirgan videoyim 70 mingta prosmotrga uchib ketgan. Juda ko'pchilik zo'r narsalarni, haqiqatlarni ochib berdingiz deb pozitiv fikrlarni qoldirishgan. Va Germaniyaga qaytganimdan keyin qaytdim degan video, aeroportda olgan videoyim 20 mingta prosmotr, tejamkor hayot haqida yaqinda vlog video qilgandim. Bu ham 33 mingta prosmotrga qarab ketyapti. Va undan tashqari juda ko'p videolar Germaniya mavzusi, shaxsiy rivojlanish haqidagi mavzular 1000 ta, 2000 ta umumiy hisobda har bitta videoyimiz o'rtacha 1000 ta prosmotr yig'yapti, chiqyapti. Bo'lmasa o'sha 500 ta, 600 ta prosmotr ham bo'lyapti. Bu yaxshi natija, juda ko'p insonga yetayotgan ekan. Umid qilamizki, keyingi yilda misol o'sha 1000 ta bo'layotgan prosmotrlar 10 ming tagacha chiqishi mumkin. Bir yil davomida shu kanal $270 ishlab topdi. Albatta O'zbekistonda bilasiz, YouTube o'chgan, ko'rayotgan 95% aholi o'zbek tilidagi kontent bo'lgani uchun O'zbekistondan ko'rishadi va unga pul to'lanmaydi. 5% obunachilar, 5% ko'rayotgan ko'ruvchilar soni bu Koreyadan, Germaniyadan, Amerikadan, Rossiyadan yoki boshqa davlatlardan ko'rgani uchun hisobga pul tushadi. O'shalar hisobiga $270 yig'ilibdi. Yaxshi natija, 250 yoki 240 yevro atrofida bo'lsa kerak. 85 ta videoni bir 6 soatdan umumiy vaqt sarflaganman desak ham bu 510 soat bo'lar ekan. Bir yilda 510 soatimni o'rtacha hisoblasak, shu YouTube uchun, YouTube videolar uchun sarflanma. Bu 63 kun ish kuniga to'g'ri kelar ekan agar 8 soatdan ish soatiga bo'lib o'radigan bo'lsak. Tasavvur qiling, 63 kun ishlaganman. Har kuni 8 soat ishga chiqqaningizda xuddi 3 oy tinmasdan ishlaganingizda. 240 yevro shu natijasini bergan. Albatta buni natijasi, buni hosili bu faqatgina pul emas, o'sha savobi bor, odamlarga yordami, o'zim shaxsiy rivojlanishim, o'zimni shaxsiy brend tanilishim, hammasini foydasi bor. Lekin Germaniyada 2 kun ishlasangiz, eng oddiy ishda ishlasangiz ham 240 yevro topasiz. Kuniga 8 soat ishlaganingizdan 120 yevro topsangiz, 2 kun ishlasangiz 240 yevro. Mana shu 63 kun ishlagan, YouTube'da ishlagan kunimni topgan daromadimni oddiy Germaniyada 2 kun ishga hisoblasak 2 kun ishimga to'g'ri kelar ekan. Shunaqa deb qilsa ham bo'ladi. Keyingi aytmoqchi bo'lgan narsam, videolarimizda reklama integratsiyasini boshladik. Blitz Nems o'quv markazi bilan videolarda o'sha tavsiya berib reklamasini qo'yishni boshlaganman. Har bitta Germaniya mavzusiy videolarimiz hamkori bo'lgani uchun qo'yib ketayotgandim va hozir ham har bitta videolarimizda vlog video, boshqa video bo'ladimi, o'sha nemis tili qayerda etib o'tilsa, shu Blitz Nems o'quv markazini organik tarzda o'zim chin ko'ngildan tavsiya berib reklama qilishga harakat qilganman. Shunga o'sha ular ham pul to'lashgan va undan tashqari Blitz bilan YouTube loyihani tashkil qilib, bu yoqqa Germaniyaga qaytib kelgandan keyin ularning kanali uchun Germaniyadagi o'zbek hamyurtlarimiz bilan video intervyu qilib, ularga jo'natardim. Ular montaj qilib, ozgina to'g'rilab YouTube kanalida foydali kontent, foydali videoni o'zligini kanaliga joylab borishadi. 8 ta video jo'natdim. Adashmasam 7-videoni jo'natyapman va yana bitta video olib jo'nataman. Xudo xolasa 4 tasi chiqdi, yana 4 tasi sekin orada qo'yib borishadi. Juda qiziq, juda foydali ma'lumotlar bo'lgan. Shularni ularni YouTube kanalida ko'rishingiz mumkin. Uzbek Runners degan alohida YouTube kanal ochganman. O'sha sport yugurish haqida asosan 3-4 ta videolar yaxshi uchib ketgandan keyin o'sha 7 kunlik suv ro'zasi yoki boshqa yugurish haqidagi videolar 1000 ta obunachiga adashmasam 4 oyda chiqdik va monetizatsiya va nihoyat yoqildi. Juda zo'r natija. Men o'zimni shaxsiy kanalimni 3 yilda monetizatsiya yoqilgan. Bu kanalning monetizatsiyasi esa 4 oyda chiqdi. Juda ko'p videolar 100 ta, 200 ta prosmotrga o'rtacha ko'rinish soniga yetib keldi. Yangi insonlar qo'shilib, yugurish haqida, faqat sport, yugurish haqida qiziqadigan insonlar bu kanalni kuzatishni boshladi. Yaxshi natija. Hozircha to'xtatib qo'ydim, lekin keyingi yildan bu kanalga ham alohida mana shu sport haqida, yugurish haqida video kontentni ko'paytirib qo'yib borishni reja qilaman. Yana o'ylab ko'rishim kerak. Umumiy hisobda yangi o'sha Uzbek Runners YouTube kanaliga 34 ta video qo'yganman va monetizatsiya yoqilgandan keyin prosmotrlar soni juda kam bo'lgani uchun hozircha o'sha 3 oy ichida $1 ishlab topibdi. $1. Bu ham lekin yaxshi natija, odamni xursand qiladi. Odamlarga qiziq va ko'rayotganlardan arzimagan bo'lsa ham o'sha rivojlanish, o'sishi ko'rgandan keyin odam mazza qiladi.
Keyingi bo'lim sayohat haqida gaplashadigan bo'lsak, eng qimmat, eng katta qilgan sayohatlarimdan bu O'zbekistonga bo'lgan sayohat. Fevral oyining oxirida O'zbekistonga qaytib keldim. O'sha bilet puli adashmasam $500 atrofida edi. Keyin 5 oy yashagandan keyin Germaniyaga qaytib kelishni qaror qilganimdan keyin yana o'sha Germaniyaga bilet ol, Germaniyaga kel va orada oktyabr oyida singlimni to'yi bo'lgani uchun bir haftaga O'zbekistonga kelib ketdim. Unda ham o'sha bilet sotib olishingiz kerak, borish kelish. Shu bilan shu faqat sayohatlarim bo'ldi desam bo'ladi. Katta sayohatlardan O'zbekistonda 5 oy yashayotganda o'sha ish masalasi bo'yicha Qirg'izistonning O'sh shahriga chiqdik. Qirg'iziston chegarasidan o'tdik. Birinchi marta Qirg'izistonda bo'ldim desam bo'ladi. Bundan tashqari o'rtoqlarim bilan Germaniyadan kelgan o'rtoqlarim bilan Samarqandga sayohat qildik. Adashmasam katta shaharga sayohatlardan faqat shular bo'ldi. Va Germaniyada tushunarliki juda ko'p marta Berlinga, boshqa shaharlarga sayohatga chiqamiz yoki ish bo'yicha boramiz. Hamburgga bordim, Hannoverga bordim, yangi insonlar bilan tanishdim, video intervyular oldik. Yaqinda o'sha Zangenhausen degan bitta shaharga borib, house building qilayotgan o'zbek hamyurtimiz bilan video qildik. Shu kabi kichkina sayohatlar albatta ko'p edi, lekin yangi davlatga chiqish sayohatlari bo'lmadi. O'zbekistonga 2 marta borib keldim. Keyingi bo'lim ishlar haqida gaplashadigan bo'lsak, 2025-yil nima ishlar qilganligim, qaysi ishlarda ishlaganligim haqida. O'zbekistonga qaytib ketishdan oldin Germaniyada oddiy haftalik, kunlik ishlarda ishlab yurdim. Keyin O'zbekistonga qaytib borib, bir oycha dam olib, moslashib va oxiri o'sha Asrorxon Umarov bilan o'zini Akhan degan studiyasi bor o'rtog'im, o'sha bilan birga ishni boshladik. 5 oycha adashmasam ishladik. Tashkil ishlarda, boshqaruv ishlarida yordam berib, birga ishlashga harakat qildik va undan tashqari yonimizdagi xonada o'sha Blok 21 jamoasi bor edi. Ular ham kollejdagi kursdoshlarim, ular qurilish ishlari bilan shug'ullanishadi. Ular bilan ham birga gaplashib, ko'rib, ular bilan ham birga ishladik desam ham bo'ladi. Xullas, undan keyin Germaniyaga qaytib bordim va Germaniyada hozir katta industrial oyna ishlab chiqaradigan zavodda ishlayman. O'sha liniyaga qaraydigan operator bo'lib ishlayman. Bu ham vaqtinchalik ish, yil oxirigacha shartnoma qilinganda mana yilim tugadi. Keyingi yildan o'sha kontraktli ish topishim kerak soham bo'yicha. O'sha Germaniyadagi ishchi vizaga o'zgartirishim uchun, vizamni cho'zdirish uchun. Bu yili juda ko'p ishlamadim desam bo'ladi. O'zim soham bo'yicha yoki qanaqadir biznes boshlab ko'rmadim. Shunchaki mana shu ishlarda ishlab, o'zimga kerak bo'ladigan xarajatlarni qoplab, ozgina uyga ulashib, shunaqa qilib yilim shu ishlar bilan o'tdi desam bo'ladi. Keyingi bo'lim shaxsiy hayot haqida gaplashadigan bo'lsak, ko'pchilik qiziq bo'lsa ham kerak, birinchi aytib o'tish kerak bo'ladigan narsa bu uylanish haqida. Uylanmadim 2025-yil. Bilmadim yaxshimi, yomonmi. Albatta uchrashuvlarga chiqildi yoki harakat qilindi, lekin taqdir emas. Menimcha ko'pchilik uylanish kerak deb maslahat beradi. Uni men ham bilaman uylanish kerakligini. Oxirgi payt Instagramdan juda ko'p profillardan o'sha qizingiz bormi, uylanganmisiz, yaxshi ko'rganingiz bormi, bolangiz bormi deb yozishyapti. Bilmayman nimaga, nima sabab. Shuni aytib o'tmoqchimanki, yo'q, uylanmaganman, yaxshi ko'rgan qizim yo'q. Albatta uylanish kerak, lekin buni reja qilib, maqsad qilib qo'yish qanchalik to'g'ri, qanchalik foydasi bo'ladi-yu bilmayman. Sababi uylanish kerak ekanda birinchi duch kelgan qizga uylanib ketavermaysiz. Mening nazarimda uylanish kerak bo'lgan inson sizga mos kelishi kerak, yoqish kerak, bir simpatiya bo'lishi kerak, sizni qadriyatlaringiz to'g'ri kelishi kerak. Chunki siz uylangandan keyin uyga voqeliroq kelishga harakat qilib, o'sha ayolingizni xursand qilishga harakat qilib, u bilan birga o'sish, u bilan birga kelajak qurishni reja qilib yashashingiz kerak. Agar shunchaki farzand tug'ib beradigan yoki uyda qaraydigan deb olib qo'ysangiz, uyga siz keyin kechroq kelishni boshlaysiz, ko'chada yurishni boshlaysiz. Siz o'zingiz o'saverasiz, u ayol uyda qolib ketaveradi, qanaqadir dissonans bo'lib, shu bilan butun umr bilmayman, qiziq hayot o'tmasa kerak deb o'ylayman. Endi bu men nazarimda kimdir qarshilik bildirishi mumkin. Lekin menimcha taqdir deb o'ylayman. Uylanishni erta kecha yo'q. Albatta qancha vaqtli uylansa shuncha yaxshi, 100% qo'shilaman. Endi taqdir emas deb o'ylayman va qidiryapmiz, qidiraman. O'zim ham men taqdirda nima yozilgan bo'lsa, yo'limdan qaysi qiz o'sha ko'ngil yoqsa, o'xshasa, nima kib bo'lsa o'sha bo'ladi. Taqdirga juda qattiq ishonaman. Keyingi narsa bu O'zbekistonda 5 oy yashaganligim, shaxsiy hayotda yashadim, ko'p narsalarni o'rgandim. O'zbekistonda baribir yashash qulay. Ko'pchilik aytadi, O'zbekistonga borgandan keyin sen moslasha olmaysan deb. Yo'q, men moslashdim, mazza qildim. Lekin pul bilan yashash kerak deb hisoblayman. Chunki pulingiz bo'lmasa juda qiynalasiz, stressda yurasiz. Agar pulingiz bo'lsa, ko'p narsani pul bilan oldini olasiz, pul bilan muammolaringizni yopasiz. Men o'sha sportimni ham qilib yurdim, boshqa narsalarni ham qildim, lekin daromadim nisbatan kamroq bo'lgani uchun bu yoqda Germaniyaga kelib yaxshi sharoit, yaxshi ishlar qilib, keyin O'zbekistonga tezroq qaytib borish rejamda. Albatta Germaniyada ham zo'r yashash, O'zbekistonda ham zo'r. O'zbekistonda oila bor, do'stlar bor, hamma narsa bor. Pul bo'lsa, ham Germaniyada ham O'zbekistonda yashash eng ideal formula deb hisoblayman. 6 oy yo'qda, 6 oy bu yoqda yoki kelib ketib yurasiz. Bu ideal hayot desam bo'ladi. Keyingi pul yig'madim, hech qanaqa misol mashina olmadim, uy olmadim,
Albatta xarajatlarimni qoplashga pul ishlab topdim, uydagilarga ulashishga yoki boshqa narsalar olishga, lekin unaqa katta pul yig'madim. Masalan, 10 ming yig'ib qo'ymadim, 20 ming dollar yig'ib qo'ymadim. Xo'p, yangi tanishlar orttirdim bu yil shaxsiy hayotda. Germaniyaga kelgandan keyin ham yugurish klubimizda haqiqiy nemislar bilan juda ko'p tanishlarim borgan sari oshib ketyapti. O'sha ishlaydigan, o'qiydigan nemis fuqarolar bilan ular ham o'sha yugurishda tanishayotganim uchun ular ham fikrlashi boshqacharoq, oddiy nemislardan ko'ra, lekin ular bilan ham nemischa gaplashib, ular o'tga chaqiradi, yugurishga, boshqa narsalarga chaqirib, birga tanishlar orttirib yoki Germaniyadagi boshqa shaharlarga borganda ham yangi tanishlar bilan, o'zbek yurtdoshlarimiz bilan, zo'r insonlar bilan tanishdim, fikr almashib va hozir har qanday kimdir chaqirsa, o'tga borsa, bemalol qanaqadir tanishib ketadigan qobiliyatni shakllantirdim desa ham bo'ladi. Bu narsa o'sha vaqt o'tgan sari harakat qilaversang keladi deb aytishardi. Rostdan ham shunaqa ekan. Keyingisi bu Berlindagi IT mutaxassis qozoq insonlar bilan yoki afg'onistonlik, amerikalik, eronlik IT mutaxassislar bilan tanishganman. Ishlaydi, o'rtoqlarim orqali albatta. Ular bilan ham tanishib, o'rtoq bo'lib, juda ko'p o'sha tanish networkingda juda katta o'zgarishlar, rivojlanishlar ham bo'ldi deb aytsa bo'ladi. 2025-yil hisoboti shu edi. Bu yil hech qanaqa maqsad qo'ymaganman. Misol, katta maqsadlarni qo'yib, uni oilaga bo'lib, unga harakat qilib, video hisobotini qilmaganman har oylik. 2024-yilda ko'rganlar eslashi mumkin yoki o'sha kanalda playlist bor. Har oy nima ishlar qilganligim, qo'ygan maqsadlarimni yozib qoldirganman va unda juda ko'p ishlar qilishga ulgurganman, o'sha vazn tashlash yoki boshqa narsalar bo'yicha. Bu yil esa u narsa qilmaganman, shunchaki o'sha yashab, shunchaki nima bo'lsa o'shandan davom etib, chunki intizom shakllangan, odatlar shakllangan, ko'ramiz nima bo'ladi deb o'ziga holiga qo'yganda shu narsalar bo'ldi. Men nazarimda ko'p narsa qila olmadim degan nazariya bor, qilgan fikr bor. Bir 60 yoki 50% ga o'zim kuchimni ishlatdim, qilishim mumkin bo'lgan narsalarni qildim deb o'ylayman. Shuning uchun keyingi yildan 2026-yildan katta maqsadlarni qo'yib, uni rejalarga bo'lib, har oylik planlarga bo'lib va har kunlik, har soatlik kerak bo'lsa qilib o'sha va yana 2026-yilda har oylik oy hisoboti videosini qayta tiklab, har oy nima ishlar qilganligim, qo'ygan rejalarim bajarganim, bajarmaganligimni video hisobotini qo'yib, shu tarzda o'zim ham ko'proq ish qilishga, o'zimni ko'proq rivojlantirishga undamoqchiman. Video shundan iborat edi. Sizlarga yoqdi deb o'ylayman. 2025-yil zo'r o'tdi va 2026-yil undan ham zo'r o'tadi degan umiddaman. Hammaga kelayotgan yangi yillar bilan keyingi yilda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.